Qorindan bo'lishi, to'g'rimi? Qornidan bo'lyapti-da, ko'p. Ishyapman-da o'zim ham. O'zingiz ham ishyapsiz, bilinyapti. diskomfort bo'lyapti, dimligi bo'lyapti. Ichingiz qotmayapti. Qotyapti ichi. Xo'p, qaranglar qizlar, homiladorlikda ich qotishi, qorindan bo'lishi erta muddatlarda sizlarga aytib o'tmoqchiman, progesteron gormoni bilan bog'liq bo'ladi. Hop, progesteron gormoni oshishi bizada ichaklar peristaltikasini pasaytiradi, natijada qornimizni dam bo'lishiga olib keladi. Bu birinchi faktor. Endi ikkinchisi, bu uchun nimalar qilishimiz kerak? Yechimiga keladigan bo'lsak, albatta gastroenterologga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi va undan keyin albatta UZI, jigar UZIsi, o't qopini UZIsini qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Zagiblar bor yoki yo'qligi, o'tkazuvchanligi, yaxshiligi bo'yicha. Gazli ichimliklarni kamroq ichishimiz, achchiq sho'r, xamirli, yog'li ovqatlarni kamroq iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Shunda dam bo'lish tez o'tib ketadi.